Saturn 11-may kuni Humo Arenani yondiraman deyapti. Sizlarning fikringiz qanaqa? U trenirovka qilyaptimi? Saturnda trenirovka qilyapti. 2 mahal yaxshi trener qo'l ostida Nosir aka. Men o'zim mana birinchi boks zalimga olib borganman uni. Hozir boks qo'lini qo'yyapti. Bir kun boks, bir kun barbar. Barbar ham, baresbollar ham keladi. Yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa nokaut qiladi. Yaxshi trenirovka qilyapti. Prosta qo'ymayapti. Men aytdim qo'yma dedim. Nokaut qilasan, keyin bosasan. Aka, birinchi bo'yda mana shu o'zinglarni poddeshkalar bilan Oqtepa Fight Clubda trenirovka qilib g'alaba qozondilar. Ikkinchi bo'yda ham sizlar baribir poddeshkadasizlar. Oqtepada ko'ramizmi Saturnni? Endi u narsa avval biz hal qilmaymiz. Bizning ham ustimizda Jasur akam bor. To'g'risi Jasur akam hal qiladi. Biz masalan qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Jasur akam nima desalar shu. Biz Jasur akamga qarshi chiqa olmaymiz. Bizning ham yo'lni Jasur akam qo'yib beradi. Ustozimiz aytganlari aytgan, deganlari degan.